O'sha shaqchaqam bilan urishsam, moshni bo'y ko'rsatib bermoqman. Marselning Shohjahon Ergashevga vizif tashlashi ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Anan girsam, Shaqchaqon Ergashev degan bakshor bola ekanda. Lekin bu yerda juda katta farq bor. Biri professional boksda yuqori darajada o'zini allaqachon isbotlagan. O'sha musobaqani xuddi o'sha kart, o'sha Sapernik bilan, Batir Jekinbayev bilan. Ikkinchisi esa endilikda Erka bilan To'xtarni mag'lub etgan jangchi xolos. Shohjahon Ergashev bugungi kunda jahon miqyosidagi raqiblar bilan jang qilgan. Marsel esa Shohjahon Ergashev faqatgina slabi jangchilar bilan jang qiladi degan gapni bir necha oy oldin aytgan. Sapernigi Yunduslar ko'yib ketgan hozirgi chog'da. O'sha O'zbekistonga kirgan Yunduslarga kelib urib olibdi-da. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Agarda Marsel va Shohjahon Ergashev jang qiladigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? Xulosa qilib aytganda, Shohjahon Ergashevning darajasi juda ham yuqori. Qadrli do'stlar, sizlar nima deysiz? Videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Assalomu alaykum do'stlar. Janaqay video ko'rib atib, boks ko'rib qolma, Adilxonning boksin. Anan girsam, Shaqchaqon Ergashev degan bakshor bola ekanda, o'zi reально kuchli bola ekan. O'zbekistonda bokslashib yurgan odam ekanda, professionalniy. Sapernigi Yunduslar ko'yib ketgan hozirgi chog'da. O'sha O'zbekistonga kirgan Yunduslarga kelib urib olibdi-da. Anan hech kim O'zbekistonda tushilib chiqmaydi-da, nega Shaqchaqon Ergashev shunday urdi deb. Хотя бы men olib borsam, men greplermin, men moshni bo'y ko'rsatib bermoqman. O'sha Shaqchaqam bilan urishsam, moshni bo'y ko'rsatib bermoqman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchalamsizlar? 9-mayda Xumorinda Batir Jekinbayevni urishim kerak edi. Ma'lum sababdan ko'ra musobaqa atmay bo'lganda, o'sha musobaqani xuddi o'sha kart, o'sha Sapernik bilan, Batir Jekinbayev bilan 6-iyun sanasida Xumorinada jangim bo'ladigan bo'ldi. O'sha musobaqani qaytadan o'tkazishyapti. Bu musobaqani men atmay qilmadim yoki Sapernikni atmay qilishmadi. Biz bu glavniy bo'yicha o'shamiz. Xudo xolasa titul jangini qilib beramiz deyishyapti. 63,5 kiloda. Musobaqa albatta bo'ladi. Batir Jekinbayev bilan faqat mayda 9-sida emas, iyun oyining 6-sida bo'ladi. Hammaga katta rahmat, qo'llab-quvvatlab turinglar. Nasib bo'lsa 6-iyunda Xumorinada ko'rishamiz. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.